Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Yaqinlashib kelayotgan Eid Qurbon hammamizga muborak bo'lsin. Luqmoni Hakimdan. Ulamolarning oldida dilingni asra, avliyoning yonida ko'nglingni asra. Namoz vaqtida qalbingni asra, taom paytida ma'dangni asra. Birovning yonida ko'zingni asra, xalqing orasida tilingni asra. Ikki narsani hech qachon unutma. Allohni va o'limni. Ikki narsani unut. Senga qilingan yomonlikni, o'zing qilgan yaxshilikni. Bayram muborak bo'lsin. Oilangizga qut, baraka, fayz, Qur'on nurlari xonadoningizda doim yoritib tursin. Salomat bo'linglar.